etlab chiqib ketdi. Nega? Sen bilmaysan. O'shundoq atdigandimu, hech qilg'iz chiqqanda? Yaqinda o'lim bo'lgan bir necha uyga boshni patiga berib o'tinglar deb men degan. Shunga ketdi. Iligich keladi. Nima ularni so'rab qolding-ku? İçim puşup. Ishchan pushqan bo'lsa o'ynab ker. Kim bilan o'ynayman? Hamma odam uyda. Amisa, nima qilasan? Yana hikoya aytib bering, bo'la bo'lmasa. Bo'ldilar. Yo'q, aytib bering, aytib bersin. Bugun sana danishmand Shirning o'limi to'g'riliq hikoyani aytib beray. Hayvonot dunyosiga garchi yo'lvoz podsho bo'lgani bilan uning shirchilik obro'yi yo'q ekan. Buni sezgan yo'lvoz shoh Shirni ko'zdan ner qilish uchun chat bir joyga bag qilib avatib o'tibdi. Shundaqdimi Shirning obro'yi kundan kunga o'saveribdi. Bu alamga chidamagan yo'lvoz shoh Shirni o'ldirish niyatiga ketdi. Biroq hech epini keltirolmay o'z go'shini o'z yeydi deb ketibdi. Bir kuni u vazir uzralarini yig'ib Shirni qandoq yo'qotish to'g'riliq kengash o'tkazibdi. Çünkü bayram düğünü doğru. Əmisi bu işni üzən fırtırab qıl, Tülkü bay. Senin bilen şahim. Meclis tamam. Esselamu aleyküm canapları. Pekerişa ailelerinin mektubunu edip özlerini orada teklif kıp geldim. Oku. Hoş. Sadık dostum, Şeyh'in halim boğay ki, ben bir yerde yalnızlık patip kaldım. Kol astımdakilerinin birisi mi kargı gelmedi. Üzmeylimce sizni yenimden ayırmaydım. Bırak, şıkancılar beşimini aylandırıptı. Çoğunluğunuzga almağaysız. Sizde bir danışmanga tayanmasa, devletini başkaramak etmen. Şuna derhal kelsiniz. Yolmazsa. Qanday qilsam bo'la? Berishga ko'nglim toza tortmayapti. Yo'q, boray. Mustabid podishoni ayvonga keltirarsan. Anli amin qig'ilimi bo'la. Sherzan abları, o'ylanib qoldilar. Arsalda bo'lmasa da yo'lga chiqaydi. Yo'lga chiqaydi. Şah alilerine ma'lum bo'lg'ay. She'rni boshlab keldim. Kirsinlar. Kirsin. Salom shohim. Qadinas do'stim. Armag'aysiz. Ochqallah. Siz uchun maxsus imorat soldurdim. Xotirjam etib, demelim. Tutkul ta'minotiniz yetkizib beriladi. Shohim, meni qaysi ishga tayinladingizki? Siz mening birdan bir maslahatchim.
Paşpırat işq silishqa ko'nglim unamaydi. Zürr tepilganda chaqirtma. Şahim, bana... Şer janoblarini o'rinlashtirib qo'yinglar. Xo'p! Merhamet, şer canapları. Shundoq qilib, sher alohida kutilib, saroydan chiqmay yetaveribdi. Kundan kunga o'rinlashib, ojitigimi qoch akirgizadigan holga yetibdi. Oxiri zaiflashib, tirik murdaga aylangan chog'da yo'lvoz va uning hiligar amaldorlari kirib, numussizlarcha ko'rinlabdi. Hey danışman, edep deganni bilamsan? Oycan. Bo'ldi, qo'zg'alma birodar. Seni saroyga solab beqishdim maqsad. Balduroq o dunyoga ustishid. Buni yana bizdan ko'rib yurma. Bilishing kerakki, hamma ustunlik podshohga mansub. Laneti ifloslar. Tova. Bu kar yüzlerini bunda kıla demeptime. Özellik şöyle. Kim beni yağlımı gepki işensun depti o. Nime karab turishsa, meni öldürüp muradınga yetişvelish. Onda asan iş yok. Neçe vakittin beri malaylıkını kılıp çolakını çıkıp gitti. Endi seni aç koyup kıynap ötürmüş. Gözü toxmaq işletip, yo'q qilishga ko'z yetmagan badniyatlar ana shundoq yeri bilan shirni qiltoqqa tushiribdi. Bechora shir nech kun jon talashib, ming tasda ko'z